Assalomu alaykum hammaga. Bizda yaqinda milliy sertifikatda tushgan savollardan birini tahlil qilamiz. Bunda bizda savolda berilgan 6-ildiz ostida 7 minus ildiz ostida 40 и 3-ildiz ostida ildiz ostida 2 plus ildiz ostida 5 ko'paytirilgan 3-ildiz ostida 9. Buni qanaqa yechib olamiz? Birinchi o'rinda ikkita ildizni bir xil darajadagi ildiz keltirib olamiz. 6 ga keltirib olsak, 7 minus ildiz ostida 40. Ikkinchimiz 6-ildiz ostida yozsak qanaqa yozamiz? Ildiz ostida 2 plus ildiz ostida 5 ni kvadrati. Shunda kvadrat bilan 6 ketsa 3 qoladi. Ko'paytirilgan ko'pinchi ildiz ostida 3-ildiz ostida 9 bo'ladi. Formula bo'yicha agar ildizlarning darajalari bir xil bo'lsa, ko'paytira olsak bo'ladi ichlarini, ildiz ichini. 40 ikkinchisini ko'paytirsak, formula bo'yicha ocha olamiz. Ildiz ostida 2 ni kvadrati plyusdan 2 ildiz ostida 2 ko'paytirilgan ildiz ostida 5 plus ildiz ostida 5 ni kvadrati. Yozamiz. Ko'paytirilgan 3-ildiz ostida 9 teng 6-ildiz ostida 7 minus ildiz ostida 40. Bundan 2 chiqadi. Bundan 5 chiqadi. Yozsak 7 plus 2 ildiz ostida 10. Ko'rinib turibdiki, ildiz ostida 40 ni ham yozsak bo'ladi. 2 ildiz ostida 10 ko'paytirilgan 3-ildiz ostida 9 deb yozib olamiz. Bundan ko'rinib turibdiki, 6-ildiz ostida 7 ni kvadrati a minus b a plus b ga tushganligi uchun 7 ni kvadratini olamiz. Minus 2 ildiz ostida 10 ni kvadrati. Ko'paytirilgan 3-ildiz ostida 9. Bundan chiqadi 6-ildiz ostida 9 ko'paytirilgan 3-ildiz ostida 9. 6-ildiz ostida 9'imiz bu 3-ildiz ostida 3 ko'paytirilgan 3-ildiz ostida 9. Buni yozib olsak bo'ladi. 3-ildiz ostida 27, 3-ildiz ostida 27 dan 3 chiqadi. Ответimiz A bo'lar ekan.